Hi everyone, welcome to Gai Education Studio Classroom, and today I'm going to talk about new concept English Book 1, Lesson 30. What must I do? Sağdaşlar şimdisler, biz oldukça dersimizde 29. ders bir ögünüm çıkandık. Yani bu 29. dersteki en mühim bolğan bir fokus, en mühim bolğan bir nokta neme arasanglar, müşariki must'ның işletilişi. Must'ны biz oldukça saatlikimiz derste tüslük piyilde öğrengen. Ada bu tüslük piyil, endi bu yerga qandaq ma'nosi bor desak, bu tüslük piyilning birinchisi hamda bir şey çoqum ma'lum bir ish harakatni qilishninki zaruriyatni çoqum kerak, lozim degan ma'noni ifodalaydi. Adatan shu must oldira egisi qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, o'xshashdan nima desam, must kelgan gap. Mustni keyin yoki asli qilib qolmaydi, yoki mustni keyin boshqa narsa qilib qolmaydi. Masalan, I must, you must, he must, she must deganga o'xshashchi. Endi mustning keyinigi nima keldi desanglar, fe'llarningki asl shakli. Endi fe'llarning asl shakli deganimiz endi fe'llarning keyiniga asli qilib qo'ysak bo'lmaydi va yoki ing qilsak bo'lmaydi. Cho'qib qana desanglar asli bo'lish kerak. Magar what must I do desa, masalan, you must open the door. Endi magar you must opening the door deb qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Şuna bir şey ki must'ni bugünkü dersimizde tekrar müstahkemde putlab meşgullar arkalık, yeni sözler arkalık bununki ma'nosini tekrar göbrekemde qanday qilmoqchi, meşgul qilmoqchi. All right, first of all, new words. Good. First one is empty. Okay, actual one valla empty. Okay. Endi bu yerga degan tovush qanday desam, pek ojiz talaffuz qilindi. Ba'zi tiz talaffuz qilib chiqib qoladi. Empty degandek-ku. Empty. Okay, empty. Xo'sh, endi empty degan so'zning ma'nosi ilgari biz sifat vaqtida o'rgangan quruq deb. Masalan, bu stakan bo'lsa quruq. Biz shuni nima degan to'q? Buni the cup is empty. Endi quruq stakan bo'lsa empty cup. Okay. Endi bu yerga sifatlarning ishlatilishini qanday bo'lar desam, bir bo'lsa ismning oldida keldi. Sifat degan shu odam va shaylarning sifatlari bo'lsa arkadaşlar. Bu yerga masalan uyg'urchaga o'xshash ismlarning oldiriga masalan o'ruq odam, semiz odam degan o'xshash hamda bu yerga empty cup. Birga BPLning keyinda keldi, yana birisi masalan ismlarning oldiga keldi. Demak, the cup is empty, yoki nima masalan empty cup. Empty cup. Okay, hamda bu yerga empty bo'lsa masalan pil bo'ladir miyada. Pil. Bu nima masalan quruq dumaq. Quruq dumaq. Endi bu jumla qarab boqaylik. Empty the basket. Okay. The basket. Basket deganimiz sivat degan gap. Bu buyruq jumla shunami? Empty the basket bo'lsa, sivatni quruqdan degan gap. Xo'sh, hamsi buni biz oldingi soatlik darsimizda mustni o'rgangan shunami? Mustni ishlatib siz masalan sivatni quruq deyishimiz kerak. Sivatni quruq deyishimiz lozim. Shuni qanday ifodalaymiz? Dabanglar. Qanday ifodalaymiz? Dabanglar. Siz deganda nima deymiz? You kerak lozim, must. Okay, quruqlash, empty. You must empty the basket. You must empty the basket. Okay. Ama sen majumla qaraylik. The cup is full. Empty it, please. Bu stakanlıqken quruq deyutam. Yoq bu biz uyg'urcha terimi zag'irnan til bo'yicha aytganda bu to'kuyutam degan gap vallah. Masalan empty deb bo'lsa, bu stak ya bu potulkaning ichidagi narsani to'kuyutam, quruq deyutam degan ma'nosi chiqadi bu yerda. Empty the bottle, empty the basket degan gap. Hamda buningki qarama-qarshi ma'nosi biz sifatni o'rganganda nima full deb o'rgangan. Full degan liq degan gap tushunami? Bu liqlamak bo'ladi bu yerda pil bo'lgan ma'nosi. Masalan, qo'sqim ochtirgan deymiz. Okay. My stomach's empty then? No. Bu intayin addilam nima desam? I'm hungry. I am hungry. Hungry. Okay, and yana bir jumla voqea qaranglar. You must empty your box. All right, you must empty your box. Siz cho'qim bu eshikni quruq deyishingiz kerak.
Demek empty quruq demek. Empty the cup. Nimani quruq demek? Stakanni quruq demek. Okay. Empty the basket. Savatni quruq demek. Okay. Good. Next one is read. Okay. Read. Endi mana tavish qaranglar. O'tirdiki nima? Odatda mesela ağzımız kulimsiraga alış kitap so'ziladi, qishimiz ustiga ko'tarilish nima? Nima? Read. Read. Okay, aksiya o'qinglar. Read. Bu nima bo'ladi desam, o'qimak. O'qimak. Masalan, read a book. All right. Read a book. Nima? Kitob o'qimak. Albatta, jurnal o'qimak deganda nima deymiz? Journal degan nima deymiz? Magazine. All right. Endi biz uyg'urchada journal deymiz, hamda journal deb birisi bor. İngilizceda journal. Ummu journal deymiz, lekin hamda bu journal deganimiz nima desam, maxsus mesela maktablarniki, ma'lum bir tadqiqot o'rinlariniki, ilmiy maqolalarni chiqarilgan maxsus oylik, fasllik jurnallar bor. Shuni nima deymiz? Journal deymiz. O'xshab qoladi. Okay. Amma read a magazine degan jurnal o'qimak. Okay, endi masalan jiq bolalar o'qimak deganda uyg'urchada xato ishiladi. Masalan, naqsh o'qimak deydi. Hey, naqshini o'qimaydi, naqshini aytadi. Naqsh aytmoq deyishimiz kerak. O'lchamdagi holat shu ba'zi naqsh o'qib beradi, naqsh aytib beradi deganimiz to'g'ri. Endi shu naqsh aytmoq deganda nima deymiz? Sing. S-I-N-G. Sing. Masalan, naqsh aytmoq bo'lsa, sing a song. Sing a song. Okay, naqsh aytmoq. Sing a song. Aldırmay olsan, sing a bir song. Naqsh aytmoq. Ma'u bo'lsin masalan, o'qimak biz kitob, jurnal bir narsa o'qiymiz shuni ama. Okay, hamda masalan must ni ishlatgan bu jumla qaranglar. He must read it. He must read it. U chuqur qanday qilish kerak? O'qish kerak. He must read it. He must read it. And do you read this book? Siz bu kitobni o'qamsiz? Okay. Do you read this book? Siz bu kitobni o'qamsiz? Demek read deganimiz nima desanlar? O'qimak. Uni nega bolalar ingliz tilida yana birga men bugun fe'lni o'rgatyapmiz shunami? Arada ikki fe'l hargiz bir yoq kelmaydi. Agar bir yoq kilga shoqqasa o'ttirg'ini nima qo'yamiz? To deganni qo'yamiz. Bu nima? I like to read storybook. Okay? Men nimaga maraqlaydi? I read a storybook. And the storybook deganimiz hikoya kitob. I like to read. Men hikoya kitob o'qishga amraq degan gap. Okay, read. Okay, read. Uni degan biz bir darsimizda o'tirib qo'ygan mana bir gap bor. I can read you like a book. Deydi. I can degan qila olmayman, aytalayman, mushun bir tushlik berdi. Bu sharkat qilsin imkoniyatni bildirdi. I can read you. Men seni o'qiy olayman. Like daktak hamda meyarki like deganimiz xuddi dak degan gap, like a book. Xuddi men sizni kitobni o'qigandek o'qib olayman deydi. Nima degan gap bolalar? Ma'lum birisini kitob o'qigandek o'qib etsanglar, nimani bildirdi bu yerda? Demak, u odamni vekshi tushunganligini bildirdi, shunami? Demak, ham yerda g'iz tilda imtihon ko'p ishlatib qo'yiladi chetellaklar. I can read you like a book. Demak, men sizni bek tushunman. Demek sizden bücürünüzge düşünme. Xuddi nima deymiz? Men sizni 5 qo'lni tushungandek tushunman. Sizni 5 qo'ldek tushunman deymiz ku. Okay, bu shuni I can read you like a book. Agar men uni 5 qo'ldek tushunmay desakchi, I can read him like a book. Okay, endi men Qashqarni 5 qo'ldek bilaman desakchi, I can read Kashgar like a book. Qashqarni o'qiydir ekan, ba'zi vaqtlar yomon ekan. Demek vekşi düşündüğün, vekşi bildiğin aşu, zada şu pirxondek, yakelyqe, palçidek, zada köngüldükin tappalanğan. Bu I can read you like a book demek çaşın bek düşündüğün, nima o'ylaydiganligini, nima ish qilganligini bek biladigan odamni deymiz. Shu jumla I can read you like a book. Read o'qimak. Oldingi so'zni nima aytdilar? Quruq demak deganni bir so'z o'rgangandik. Quruq demak empty, good. Next one is sharpen. Xo'sh, endi birinchisi sharp degan so'zni o'rgangan. Sharp. Masalan, the knife is sharp.
bu pichoq bo'lsa, ishtik, o'tkir deb o'rgangan. Ani sharpen makaniga en qitilibdi. Bu piyillashtiruvchi qo'shimcha. Nima ish qilib burasida? Okay, somebody is sharpening the pencil. Birisi qarindosh ushlab etibdi. Bu yerda ushlamoq deganda nima deymiz? Masalan, sharpen deymiz. Masalan, sharpen a pencil, qarindosh ushlamoq. What about this? Sharpen a knife. Okay, anda bir pichoqni qanday qilib etibdi? Ushlab etibdi. Bu degani ham pichoqni bilawadi degan gap. Bilmak. Sharpen a knife. Bular knife degan o'qiganda avvalda diqqat qilgan nuqta, ammo K degan talaffuz qilmaymiz. Sharpen a knife desak olmaydi. Sharpen a knife. Nima? Knife. Nima? Knife. Good. So, does she sharpen a pencil? O qarindosh time ushlamdi deydi. Yes, she does. Okay. Look, that knife is blunt. Please sharpen it. Av pichoq galop qopdi. Qanday qilib ushlaydi degan nima deymiz? Please sharpen it. Endi mishalik blunt degan sifat olib keldi. Sharpen deganimiz nima? Peel. Agar buni special qilchi, sharp. Sharp? Sharp. Okay. Masalan, that boy is very sharp. Bola vahshiy, o'tkir desak hamda qalsini o'tkirligini keldi. Uyg'urchadan bog'u hamda. Good, next one is put on. Put on. Put on. Take off. Good, and the put degan qo'ymoqda on degan ustiga. Agar sizlar bir narsani ustiga qo'ysanglar, bu nim bo'ldi desanglar, kelgan bo'ldi. Masalan, biz kiyim kechagini qanaqa qilamiz? Badanimizning ustiga qo'yib qo'yamiz. Bu biz Uyg'ur tilidagi kiymak degan gap. Demak, put on. Ana take off degancha, meyalik off degan ayirmoq degan gap. Take degan ilib ayirib ketish bo'lsa, masalan, sanmoq. Masalan, put on your shoes. Oyog'ingizni kiying. Put on your hat. Shlapangizni kiying. Take off your what? Take off your hat bo'lsa, shlapangizni saveting degan gap. Bu odatda yana nima ishlatgan bo'lsanglar, put on something yoki put something on. Ishqilishlatgan bo'ldi. O'tirgansan bo'ldi yoki shu ishkisini keyiniga olsanmi bo'laveradi. For example, put on your coat. Put your coat on. Paltoringizni kiying. Yana birisi o'xshashlanma paltoringizni kiying degan gap bo'ldi. So, this hat is small, don't put it on. Okay, hamda bu shlapa kichik, qanday qilman kiyman dedi. Hamda yana bir diqqat qilgan gap. Put on mushunga o'xshash so'z berikmanlarning keyiniga agar it bo'lgan chog'da itni ang keyiniga qo'yishga faqat bo'lmaydi. Cho'g'im itni qanday desam, o'tirganimiz mishalik olmashlab qolib qolsa, masalan, put on it demaymiz, put it on. Take off it demaymiz, take it off. Agar ism asl shakli bo'lib qolsa bo'lardi. Lekin bu shariki almashlar, ya'ni it, them deganga o'xshash. Put them on. Herkes put on them demaymiz. Og'zimizga kelmaydi-ku bu. Grammatik jihatda bir kichik nuqta diqqat qilib olgan. Take off something, take something off. Okay? This bedroom is cold. Don't put your coat off. Bu uy sovuq. Paltoringizni solmang dedi. Don't take your coat off. Sorry, men xato qilibdi. Don't take your coat off. Cho'qim nima? Take off deyishimiz kerak qoldi nimaga? Don't take your coat off. And then deyishimiz kerak. You must put on your coat. Okay. So next, what is turn on and turn off? Okay. O'xshashdan nima desam, turn degan ma'noda cho'gilmaga bo'ladi. On degan ustiga. Demak, ma'lum narsani turn on qilgan bo'lsanglar, qo'zg'atmoq bo'ladi, yoqmoq bo'ladi. Masalan, turn on the light. Chiroqni yoqmoq. Turn on the TV. Televizorni qo'ymoq. Turn on, turn off bo'lishi aytmoq degan gap. Okay. Masalan, please turn on the radio. Radioni qanaqa qilib echuvdim. Demak, radioni qo'ying degan gap bo'ldi. And turn off the radio bo'lishi radioni o'chiruvdim degan gap bo'ldi. And turn on your stereo. And the stereo deganimiz bichariga ovoz yangrayotgan nima deymiz? Stereo. Turn on your stereo. Yoki turn off your stereo.
Don't turn up that TV. Bu televizorni qanday qilmoq? O'chirmoq. O'xshashlar ham bu yerga turn on, turn off'ning o'ttirga bir narsa qo'ysak bo'ladi. Masalan, turn on the TV, yana bir shaklini bersang, turn the TV off. yoki turn the TV on deganga o'xshash. So, could you please turn up the car radio? Okay. Ana bu yerga could you please degan texmi vaqti spy etishama bo'ladi. Siz bir hapolmaymi shu mashinaning radiosini bir o'chirib o'tamsiz degan gap bo'ldi. Could you please turn up the radio? Turn up the radio. Good. So let's look at written exercise. Hamda yozish mashqi qaraylik bolalar. Hamda bu darsning yozish mashqi ancha ko'p emas. Musharaka hamda mushlarni aralashtirsanlar bo'ldi. Masalan, the cup isn't empty. Bu stakan quruq emas. Andaqda nima emas? Quruq deyapsan. Empty it. Asanmikan? Masalan, the door isn't shut. Bu itiqlik emas. Itivitin deganda nima emas? Just shut it. Okay, shut it. Okay. Onun degananda nima desam? The window isn't clean. Clean it. Tozlang. The door isn't open. Open it. Deganga o'xshashcha. Hamda makina qarasak put on. Masalan, put on your coat. Put your coat on. Ishqil deyishga bo'ladi. Put on your coat. yoki put your coat on. Turn on bo'lsa, turn on the tap. Turn the tap on. And bu yerga tap deganimiz jumak degan gap. Jumakni iching, jumakni iting degan gap. Qaranglar bolalar, you must. And bu yerga you must siz manda qilsangiz kerak. Masalan, you must empty the case. Siz cho'qim endi bu chamadonni quruqda yuting. You must turn on the radio. Radioni qanday qilib yuting? O'chirib yuting. You must sharpen these pencils. And this is bu darsni qanday qilib yuting? Shu ushlayotgan bu qarindoshlarni ushlayotgan deydi. Demak, endi ma'no nima desam, bu you must degandan ishlatilsa bo'ladi. Xo'sh, men tutashtirib qo'yinglar qani. Masalan, shart bo'lgan bo'lsa, nimani shart qilsak bo'ladi? Like table, floor, book, window, door, shoes. Endi bu yerga mishari shart deganda ishlatishga bo'ldig'ini window bilan nima ekan? Door ekan. Qaysini tanlaymiz? Qaysisi bo'ldi-ku? Okay. Shut the door and open the window. Ishni taqab, derizani iching, shunami? Okay, endi dust bo'lgan bo'lsa, chang to'zanni surtmakda, shunami? Endi buni nima deysan? Dust the table and o'qimak. Read the book and then nima deysan? Clean the shoes, tozalamak. Sweep the floor. Qanday qilish? Ya'ni qanday qilmoq desanglar, supermak. Sweep the floor. Xo'sh, hamsa mana bugungi darsimizmi asosan oxirlashay debdi. Endi bugungi darsga muhim bo'lgan narsa yana shu must. Mustdan keyin feelning asl shakli keldi. Feel degan nima edi? Naqshu sharkat shu. Bo'lsa adashlar, bo'lsa mashqni teg'im yaxshi ishlab, endi buni topshiriq nima desanglar, ash keyindagi yoziqchilik mashqini o'zingizga yana bir qatim qayta ishlab, undan so'zlikni bir 10 qatim yozib, undan sirtanda bu tekstni cho'g'im yodlayotanglar. Chunki bu yerga tekst yodlagansizlar yodlagandan keyin shu butun talaffuz qilish organlaringlar ovoz chiqarish harakatini kunutchi. Amniyatda tili kunish bu xuddi bir badan chiniqtirishga o'xshash, ham davomli mashq qilish kerak. Qayt mashq qilganda aslaniki endi shu so'zlash, anglash hamma jihatda tang yetilib bo'lgan gap. Bo'ldi? That's all for today. See you next time. Goodbye.